Oldingi videolarimizda birida g'ol qalampirlarimizga juda yomon kasallik tushganini aytdik. Mana bu kasallik. Ko'pchiligingiz kasallik to'xtab, dehqonchiligimiz yaxshi bo'lishi uchun duo qilibsizlar. Buning uchun sizga katta rahmat. Ba'zilaringiz esa kasallikka qarshi kurashish uchun o'z tavsiyalaringizni yozib qoldirsizlar. Shularning ichida O'simliklar karantini va himoyasi agentligida ishlaydigan Abubakir aka shaxsan o'zlari qo'ng'iroq qilib bizga ajoyib tavsiyalar berdi. Bu kishini aytgan tavsiyalarini hali qila olmadik. Hozircha boshqa bir tavsiyani qisman qo'llab ko'ryapmiz. Mana bu kasallangan tuplarni 5-6 tasiga oltin gugurt sepib chiqdik. Aytishlaricha, bu usul bilan ham ushbu virusli kasallikni to'xtatish mumkin ekan. Biz shu oltin gugurtni mana bu 5-6 ta tupga sepib chiqdik. Endi esa natijasini kuzatamiz. Dehqoningizni kuzatib boring. Davomi yanada qiziqroq bo'ladi.